Avtobusda ketayotgan paytda ikkita ayol kishi nima sababdan tortishib ketganligi noma'lum. Urushishlarini ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Men har doim shu ayollar urushganda o'sha hayron qolaman-da. Ayollar urushchi, вообще bir qiziqarli urushadi ular. Ayollar urushganda bizga o'xshab hali bunday mushlashib bir nimalar qilib tepib yoki aperkot hali unaqa bir priyomlar qilmaydi-da. Shunday sochiga osiladi, sochdan tortadi, bo'ldi. Ayollarning urushishligi juda ham oddiy-da, elementarniy, hali qiyin emas, biror narsani o'rganish shart emas. Priyomlarni bilishlik shart emas, boksga borib, karatedan xabari bor bo'lishligi shart emas ayollar urushligi uchun. Sochdan shunday ushab turib, biror narsaga tars urib yuborishligi mumkin boshini yoki tindaqlari bilan betini tintalab tashlashligi mumkin. Bu videoda ham ko'rishinglar mumkin. Narigi oq kiyimli opamiz, bu xolamizni mana bu joyini, ya'ni betini ozgina shilib yuborganligini videoda oxirida ko'rishinglar mumkin. Opani betidan qon oqib yotibdi. Opa baqirib yotibdi. Melisa chaqirib qo'yinglar, melisa chaqirib qo'y. Bu yerda kim melisa chaqiradi avtobusda? Boshqa hech hammaga bu yerda baribir nima bo'lyapti? Даже hech kim ajratgani, harakat ham qilgani yo'q. Даже bunaqa holatda ajratishlikning iloji ham yo'q-da. Nimaga? Ikkalasi bir-birini sochidan ushlab tortyapti. Qanday ajratish mumkin?